Sarpizga bu nabor qo'ymasangiz uyat bo'ladi. Salligini qarang, do'konga kelgan klientlar birinchi shuni narxini so'rashadi. Bitta like bossangiz uzoq kutilgan obzorni qilib beraman, ketdik. Burada 9 ta narsa va birinchisi penka. Makiyajingizni po'ralaringiz bilan tozalaydi. Naqd 100 gramm. Keyin toner. Yuzni chuqur namlaydi. Kerakli vitaminlarni beradi. Sho'tga oziqlantiradi, anchaga yetadi. Serum. Dog', akne bilan kurashadi. Yuzingizni silliq qilib qo'yadi. Qo'limda ham sirazi bilindi. Keyin bo'lsa losyon. Yuz baryerini namlab, yin va oqartirishga ishlab beradi. Shunaqa yumshoq qiladi. Qalonnikidek bo'lib qoladi yuzingiz. Keyin bo'lsa ko'z krem, ko'zidagi ishish, qorayishlarni oladi. O'zi ham hamma narsa bor nabor ichida. Undan keyin 2 haftada bir marta ishlatiladigan maska. Maskalar juda ham kerak. Enzimli pudrani ham o'rniga o'tadi. Undan keyin shunaqa asal, dog' oqartiruvchi krem. Bitta effekt seziladi. Qo'limda ham ko'ring. Keyin bo'lsa oxirida bularni yopish uchun krem. Bitta klientim shuni hidini hidlab, "Bunaqa hidli atris bormi?" dedilar. Undan bilsangiz bo'ladi. Hidi ham, o'zi ham chotki namlaydi. Qaranglar, bitta effekt qanaqa. Nabor narxini bilish uchun shi deb yozib qoldiring. Xohlasangiz do'konga kelib olib keting. Abu Saxiy Center, 1-etaj, bir qator 59-do'kon.